Daftar ham to'lib ketdi nasiyaga. Do'konda tovar ham kamayib ketgan. Shular nasiyasini to'lasa, men do'konni tezroq to'ldirib qo'yaman. Yo'q, olmay aka. Assalomu alaykum. Siz hozir bir iltimosini aytishga-ku. 2 kilo banan zarildi, berib turing. Bo'ldi, tortamiz qaysi biridan? Buni sizdan berib turavering. Bo'ldi, qo'shni mana olsa beraman-da, chiroyli qilib. Mana qo'shni. Bo'ldi aka, rahmat. Kechqurun bizni tashlab ketaman. Bo'ldi, qo'shni, hijolat olmay tashlab ketaverasiz. To'xta, hozir nasiyaga berib yubordingmi? Ha? Shuncha gapni kimga gapirdim hozir men senga? Daftar to'lib yotibdi, do'kon bo'shab yotibdi. Yana sen nasiya beryapsan. Yana bir marta nasiya beradigan bo'lsang, bo'shatib yuboraman ishdan. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, shep. To'xta, o'z yonimda pulim bormidi? Obbo, pulim ham yo'q edi. Oylik chiqishiga ham hali bor edi. Mayli, nima qilaman? Ukamdan olib turaveraman, endi. Borma uka. Rahmat bo'ling, keling aka, rahmat. Savdolar bo'lyaptimi? Hurmatga qarab borgan. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, xo'p. Uka, seni men tashqariga olib chiqishim sababi yonimda pul yo'q uka. Hozir boshlig'ini ham chetdan ko'ragan xijolat bo'ldi. Menga 1 kilo pista bilan 1 kilo bodam zarur. Ammo pulim yo'q. Plastikga pul tushishi bilan senga tashab beraman. Bo'ldi, xo'p aka, hozir topib chiqaman. Xo'jayin akam bir iltimos bilan kelgan ekan-ding, shunga pista bodam kerak edi. Shunga tortib bergan dori to'xtatib sizdan so'rayotgandim, to'g'risi. Ammo xo'jayin pulim yo'q deyapti-ding, shunga bir yordam qilgin deyapti. Oyligimdan ushlab qo'ysangiz ham mayli edi. Akang bo'lsa nima qilishim kerak? Begonaga ham berib yuboryapsan, akangga ham berib yuboryapsan. Aka-uka men do'konim bankrot qilishgan kirishganmisa, bo'shading ishdan, joyga deyding sana buni. Bor chiqib ket. Xo'p, xo'jayin, lekin bu ish mol davlat topilaveradi, lekin jigar aka-ukachilik hech qachon topilmaydi. O'zingizga buyursin ishingiz. Bor, chiketaver, o'zi nasiyaga berib to'ydiravering. Seni yo'qotishni bilmay turdim. Yaxshi bahona bo'ldi menga. Boshqasini olib kelaman, bor hozir. Chekaman qadringga yetmagan men